Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. İnternet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Hi everyone, welcome to High English Alphabet. Sağolashlar, yaxshimisizlar? G'oyat til tarbiyalash markazimizniki o'sha ingliz til ئېلىپبەسى degan o'sha sin darsi kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi bu darsimizda yana davomli holda tovush o'rganamiz. Tovushlar esingizmi? Oldingi bizning takrorlagan o'sha tong twisterlarni esingizmi? Anaqda bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz o'sha qo'shma so'zliq tovushlar. Oldingi darsimizda intayin murakkab bo'lgan taq so'zliq tovushlar to'xtalgan, hamda bugun qo'shma so'zliq tovushlar. Okay. Masalan, bunga masalan iye, uve, ey, ay, oy, o, au degan bu shu qo'shma so'zliq tovushlar to'xtalamiz. Birinchisi nima desanglar? Ey. Okay. Ey. Bu ey deganimiz naq bizningki mush ey harfining o'qilishi. Ey harfining o'qilishi. Masalan, birinchi so'z qarab baqsaq nima desanglar? 8. Okay. What is that? 8. Okay. 8 deganimiz 8 degan gap. Shunami? Va keyingi so'z desanglar they. Ular. They. Nima? The. Okay. Ma tilimizda azroq ishlaymiz. Deganlar the. They. Yaxshi. Okay. They deganimiz ular degan gap. Endi bu shu ey harfi talaffuz qilingan qaysi tovushlar bor ingliz tilida. Yo'q, harflar bor desanglar, masalan ai yoki ay. Demak, endi bu shu harflar bilan kelgan so'zlarni sizlar qo'rqmay, ey deb talaffuz qilsangiz bo'ladi. Qaranglar bolalar, mana bu birinchi so'z nima ekan? Cake. Yana bir ta'kidlab o'tay, ingliz tilidagi oxiri i bilan oxirlashganda i ni qanday qilmaymiz, talaffuz qilmaymiz. Masalan, cake, make, name, game, snake, gate, lazy degandek. Demak, hammasi ham shu o'tirdi, demak, ey harfi bor. Demak, eyning deydigimiz ey. Undan keyin ikkinchisi nima desang, I, masalan, rain, train, wait degandek. Endi yecho ay, masalan, day, may, play, okay, today, way degan gap. Okay, degan. Mushlarni nima desanglar, o'xshashlar nima? Ay. Okay, endi keyingi qo'shma tovush nima desanglar? I. Bu inglizcha shu I harfininki o'qilishi. Masalan, ma bike, ma in talaffuz qilmadi-ku. Buni o'qish nima? Bike. Endi bu keyingisi shu kite. Osonmikan? Bu shunchalik oson bo'ldi. iPhone nima deb qo'yamiz? Shu iPhone, iPad, iTouch, iWatch degandek. Mushlar hammasi nima? Sal shu i bilan boshlanadi. Demak, birinchisi I, yana birisi Y yoki nima? I, mush 3 harf bilan kelgan muborak so'zlarimizni naq mush I deb o'qiymiz. Masalan, I bilan kelgan kite, bike, nice, tiger, right, knife degandek. Endi makeynik va pichoq deganni knife deb o'qimaymiz, ammo k talaffuz qilinmaydi. Shuning bilan nima? Knife. Yoki oxiri y bilan oxirlashgan. Masalan, buy, cry, fly, my, sky, try, why. Ko'ringlar? Buy, cry, fly, my, sky, try, why. Anaqda keyingi shu ay bilan o'xshashlarni tie, pie deymiz. Mana ma'nosi bilmasanglar hech qisi yo'q. O'qisanglar bo'ldi. Bizning maqsadimiz o'qishni o'rganish bolalar. Qanday qilganni bir tilimizni bir o'qish. Tushunarlimi? Tie, pie. Yani şu UI. Bu o'xshashlar buy. Buni buy desa bo'lmaydi. Voy, u o'tirdi, buy diye olsa bo'lmaydi, nima? Buy. O'shanda keyingisi marsanglar
oy. Mana o ağzımız cümle qolğını tavuş düşünəmə, keyindikisi deməsən ay tavuş etdi. Boy. Okay, boy. Boy. Məsələn, boy oğul bala toilet. Okay, toilet. Toilet. O bir neydi? Yapı? Tazlıq bir. Toilet. Endi bu oy bilan keladigan tavuşlardan şu o ay yoki o aymış ikisi asosli. Masalan, birinchisini o'qib qo'yinglar. Oil, boil, coin. Yaxshi. Yoki o ay bilan boshlanadi. Masalan, boy, toy degandek. Mushlar gap qilsa, demaysan, shu o'ylab qo'yilgan. Endi mana bugungi darsimizning bir tal til qayrishmash qilgan. Haste makes waste deydi. Okay? Haste oldiraqsanliq yoki oldirab saldirab qilgan ish. Makes yasaydi yoki paydo qiladi waste isrofchilik. Okay? Demek ki, oldirab saldirab bilan bir ish qilsan, u isrofchilikni keltiradi. Demakchi, endi oldirab saldirab qilgan shu bir qavl isrof bo'ldi degan gap. Haste makes waste. Haste makes waste. Okay. Endi men yerga s bor, shuni makes deymiz. Haste makes waste. O'xshash nima? A bilan boshlaydi. A vakan bor arabda. Haste makes waste. Haste makes waste. Haste waste waste. Yaxshi. Xo'sh, hamsa vallah, mana bugungi darsimiz bo'lmoqchi bo'lsin. Hamsa nayt ko'p mashq qilib, hamda dehqonlar kelar sonimiz bo'lsin. Siya.